Tashki ustiga donni ham bitta ko'rsataylik. Donni ham yozib ol. Buni motorni adolat qanaqa? To'rt kilovatli bor, 2,5 kilovatli bor. Hozir tumoq bilan motorda farqi bormi? Farqi bor. Farqi bor. Narxi ham farqi bo'lsa kerak. Narxi farqi bor. Qaysi bir qimmatroq? Bu qizlarning qimmatroq bo'ladi. O'rtacha variantlar qimmatroq. Ular o'rtaroq bo'ladi. Nimaga materialda? Materiallar ham masalan, narigacha atrofga turbadan bo'lgan bo'lsa, birinchi ikkisidan bo'lgan ekan. Yomon ishlamaydi. Bu betalash varianti bunda Osongina bu yo'q. Yaxshi. Motorlar kichikroq bo'ladi. Nahayda farqi bor. Nahaylar qisqalari ozroq bo'ladi. Bularda masalan 4 ta tayyorlangan, fotodan ularda foto bo'lmaydi. Qisqalari, ya'ni malak yo'llari bunda 5 tadan bo'lsa, bunda 1 tadan bo'ladi. Hozir demak bu qizlarning qizilda mahay bo'lsa, kuylar mahay bo'ladi. Uncha vaqt chiqadi mahay. Bular qanaqa qancha muddat ishlaydi bular? Ular xudo xohlasa Tajribadan o'tgan holatda. 3-4 ish ko'radi. Masalan, mana bu mahay bo'lsa, o'rtasidagi baribir sinib ketmaydi. Mana shu qalin narsa. o'rtasidagi qalin narsa, bunisi ham karyonda ekan mana uchalar. Masalan, bu mahay bu tarafga aylansa, 3 yil bu tarafda ishlayveradi shu. Fazasini almashtirib qo'ysa motor keyin bu baqa aylansa, baqa yana 3 yil ishlayveradi. Nima uchun nima qilish kerak? Misol 3 yil ishlatdi, aylantirib olish uchun. Motorda fazasini almashtirib qo'ysa bo'ldi. Unga aylangan narsa chakka aylanib qoladi, shu xolos ekan. Keyin yana ishlayveradi shu holatda. Zo'r. Demak, hurmat bo'lmasa, bu yerda qalin narsa bo'lgan. Cho'g'on ko'p ekan. Hop, ustamiz 91-119-96-56 raqamida bo'laklar ekranda turibdi. Turbo brend asosida ish yuryapti ekanlar. Sizlar Ulug'bek, Ako'z kanalida ko'rsanglar, xudo xolasa, o'dek murojaat qilsanglar, chiroyli qilib sifatli xizmat ko'rsatishadi. Usta bizni butun O'zbekiston ko'radi-da. Obunachilarimiz. Qirg'izistondan ham bor kelgan qo'shnilardan, Tojikistondan bor, Qozog'istondan. Shularni iloji bo'ladimi? Misol zakat bersa, qarz xizmat orqali qanaqa yo'l bilan chiqarishlar bor. Bor aka, zakat beramiz aka. O'zi dastlabki xizmatini so'ramayapman. Pullimi, bepulmi, qanaqa qayergacha pulli yoki qayergacha bepul? Siz obunachilaringizga dastlabki chiqib beramiz. Qayergacha? O'zbekiston bo'ylab. Siz obunachilaringizga kanaldan chiqdimizki, dastlabki chiqib beramiz. Ya bu shuncha joni sog' bo'lsin. Hop, nechi pul? Bular nechi pul? Bular nechi pul? Hop aka, bularimiz aka, alyumin varianti bilan 600 ming so'm aka siz nimalaringizga dastlabki ichida uygacha olib borib, uygacha ko'rsatib chiqarib tushuntirib beriladi. O'zbekiston bo'yicha. Butun O'zbekiston bo'yicha siz kanalizatsiya bo'ldi. Bo'ldi, tushundim. Xorazmdan, Surxondaryodan murojaat qilishdi deysiz. Siz vaqtingiz bormi? Borib, olib borib uni yozib berishga? Bizda shopirlarimiz bor aka, Surxondaryodan ham bor, Xorazmdan ham, Qashqadaryo, Surxondaryo hamma yoqdan bor aka, O'zbekiston viloyati bo'ylab aka bor. Yuzgacha olib borib, yuzga ko'rsatib beradi aka. Faqat siz kanaldan chiqdim desa bo'ldi. Hurmat bo'lmasa 2600 dedingiz? 2600 ming so'm bu qizlarimiz ko'pligida. Bunisi qancha? 2 million 200 ming so'm aka. 2 million 200 ming. Bunga ham O'zbekiston bo'yicha borib ishlatib ko'rsatib berish, tushuntirib berish xizmatlari ichiga kiradi. 2 million 200 ming. Zo'r. Zo'r narx aytildi, hurmatli obunachilar. Markaz ekranda turibdi nomerlar bemalol bog'lanishinglar mumkin. Bundan tashqari nomi nima deysiz? Atrofga garejalar. Atrofga gareja. Nimaga ishlaydi bu aka? Atalaga pishirishgan aka, har xil Orvasi ko'p, aka ekan, dedi. Naqalarga, oshxonalarga ham ishlaydi aka. Bu o'tin yo'q, gaz yo'q joylarda atrofga ishlatamanganlar ishlaydi. Yoqilg'isi nima bo'ladi? Bu atrofim bo'ladi. Mana yerda yo'l turadi gareja. Hatto yonib turadi. Mas'ul narsa bo'lsa bo'ladi. Bemalol o'choqda iloji qo'yib olish, dastur bo'ladi. Tushundim. O'choq qozonni o'zimizga yer o'choq bo'ladi. Ichiga buni qilib yoqib qo'ysa, yoqib qo'ysa bo'ladi. bemalol qozonlarni tagidan issiq berib yonaveradi. Motorlari bor ekan, yangi motorlar, motor bilan beriladi. Mana shuni, bu motor tushunadi. Mana shuni. Rasxodini bilasizmi yo'qmi? Rasxodda 2 litr rasxod qiladi. Qancha? Bir soat. Soatga 2 litr rasxod qiladi. Omma turib 2 soat ishlaydi. Bir soat yo'qda 2 litr rasxod qiladi. Soatga 2 litr rasxod qiladi. Narxi necha bo'ladi? Ulardan aytishlar, obunachilarga 700 ming bo'ladi aka. Narxi 700 ming. O'zi 800 ming sotyapti. 800 ming sotyapti. Bizga yana 100 ming berasizmi? Zo'r. Bundan haqida berasiz, nechta kerak bo'lsa? Yaxshi, endi ichkariga ham bitta kiraylik, sekinga. Xo'p, bitta joylarga. Ahmad shu bo'lsa, sizga baraka salomat bo'ling, charchamang. Shular o'tirish telefonlarga. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun mana navbatdagi manfaatli video, bilasizlar, biz kanalimizda faqat foydali manfaatli videolar chiqadi. Shuning uchun mehnatimiz uchun bir-birini like bosinglar, mana bo'lmasa. Sizlar bo'lsa kanalni ostida qoldiringlar. Xizmatlar kerak bo'lsa, kerak bo'lsa albatta ishimizga bog'laninglar, bizlar xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xato kamchiliklar beramiz, uzr so'raymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zinglarga yo'q bo'linglar.